Уже beri keldim, birinchi уже massajda olgan, birinchi kunda effekt sezdim. Hozir ko'pchilik bayram qilishga o'tib ketib qoldi. Bayram gumbaraqirz Pepsi Cola'ni ichyapti. Bu Energetik. energetiklarni ko'p ichgan yo'q. 2-3 talab ichardim. Shoshmaydi mana. Bir kunga 2-3 talab ichardim. Energetikdan. Ishda uyqu ochish uchun ish payti kechki smena ishlardim. Kuniga 2-3 talab ichaverardim energetiklar. Qanday zo'r bo'ldimi? Boshida bildirmasdi, keyin sraz o'z mazza qochib, вообще sostoяние og'ir bo'lib qoldi-da. Chiqotardi. Mana ko'ngil aynardi, og'zi achchiq tam kelardi. Uyqu kechasi uxlayman, вообще uyqu yo'q edi, normal uyqular yo'q edi вообще. Shunaqa holatda. Ovqat hazm qilishim yo'qolib. Ovqat vash hazm bo'lmasdi, qorin dam bo'lib ketardi. Charchoq qanaqa charchoq? Arzimagan narsaga asabiylashib, mana shunaqa holat bo'lardi. Jahl chiqib ketib, birov gapirsa ham yoqmaydi hech narsa. Uydagilar gapiradimi, hayotga bo'lgan qiziqish, yashash shunaqa holat vashi nol edi-da. Yo'qolib qoldi. Shunaqa holat. Bir kunda nechta Pepsi Cola zahardan ketgan. U suv o'rniga ichardim, to'g'risi oldin. Shunaqada yurishga. Suv o'rniga har kuni tirs energetik bo'lardi. Ovqat bilan ovqatdan keyin ko'p bo'ladi. Ovqatdan keyin bo'laveramiz. Biz aytadigan yoshlarga aytadigan narsa bu besplodga olib keladi. Besplodga olib keladi bitta sababi, ikkinchisi mana shunaqa hayotga qiziqishni yo'qotib tashlaydi. Zararli narsa ichyapsizmi? Zararli narsa yeyapsizmi? Kechqurun yeyapsizmi? Kechqurun ichyapsizmi? Mana yoshgina yigit, yoshingiz nechida? 32 da. O'zi eng kuchga to'ladigan paytda ko'tarilmay, o'zini o'zi boshqarilmay qiynalib qoladi. Nega desangiz, organizm charchab ketib qoladi. Charchab ketib qolishi ishlab charchamagan. Konsum kechasi o'qib charchamagan. Yegan narsasi, ichgan narsasi charchatgan. Mana shuning uchun biz bugun mana hozir ko'pchilik odamlar bayram deb harakat qilib yotibdi, har narsa ichib yotibdi, yeb yotibdi, zahar sotib olmasligingiz kerak. Siz agar yemoqchi bo'lsangiz, ichmoqchi bo'lsangiz, yo'qolsamga tabiiy narsalarni ko'proq yeyishingiz kerak, tabiiy narsani ko'proq ichishingiz kerak. Energetiklarni ichmaslikka harakat qiling. Energetik qaysi turi bo'lishidan qaysi narsa kerak emas sizga. Chunki sizning hayot sifatingizni yo'qotib tashlaydi. Toshkentga 2 marta, 3 marta borib doktorlarga ko'rindim. Ichdim, tabletkalarni ichdim, boshqa qildim. Effekt sezmadim-da. Bir muddat yaxshi qiladi, yana